davlat dasturiga asosan 2025-yil 1-maydan boshlab Toshkent shahar, Nukus shahri va viloyat markazlarida amalga oshirilishi taqiqlangan obyektlar ro'yxati belgilab qo'yilgan. Bundan ko'zlangan maqsad viloyat markazlarida atmosfera havosiga tashlanilayotgan zararli tashlamalar miqdorini kamaytirish, aholi salomatligini ta'minlash, birinchi va ikkinchi toifaga mansub bo'lgan obyektlarni, ya'ni yuqori darajadagi obyektlarni va zararli moddalar tashlanadigan obyektlarni viloyat markazlaridan chekkaroq hududga joylashtirish ko'zlangan. Aholi salomatligi hamda atrof muhit tozaligiga ta'minlashga bu orqali erishishimiz ko'zlangan. Namangan viloyati davlat ekologik ekspertiza markazi viloyat hududida amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalanayotgan barcha toifalarni ko'rib chiqish jarayonida yuqori darajadagi changal tozalash inshootlari bilan jihozlanmagan obyektlarni hamda zararli moddalar ishlab chiqaruvchi yerni qayta ishlash, parrandachilik, 1-2 sinfga mansub chiqindini qayta ishlash va yoqish korxonalari shu kabi obyektlar bizga taqdim qilingan paytda ularni shahar hududiga joylashtirilishi holatlari ko'zda tutilgan loyiha smeta hujjatlarini rad qilamiz va bularni belgilangan tartibda shahar hududidan uzoqda bo'lgan joylarga joylashtirilishini tavsiya qilamiz. Birinchi navbatda aholi salomatligi, atrof muhit tozaligi va atmosferaga tashlalayotgan zararli tashlamalar miqdorini kamaytirishdan iborat.